Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana Zamin Reds kanali va man e'tiborlaringizga navbatdagi bir video taqdim qilaman. Undan oldin odatdagi sizlardan like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizni kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz birozdan keyin, ya'ni 3 soatlardan keyin bo'lib o'tadigan Manchester United Sunderland o'yiniga bag'ishlangan Old Trafford stadionida Stuart Atwell janoblari sudyaligi ostida bo'lib o'tilgan Manchester United hamda Sunderland o'rtasidagi bahsning guvohi bo'lamiz. O'yin nimasi bilan muhim? Muhimligi jihatidan azoblanish uchun yana bir sabab Manchester United bizda odatga aylantirib qo'ydi. Har hafta kuttiradi-da, kutib o'yinni kutganingizda azoblash xizmati yonadi va azoblash bir hafta mobaynida davom etadi. O'ylaymanki, o'sha endi bu albatta hazil edi. Hozirgi paytda o'sha FIFA kunlari uchun tanaffusdan oldin, 2 hafta dam olishdan oldin so'nggi uchrashuv va jamoalar ko'tarinki ruhda chiqib ketish kerak. Agar biz kerakli natijaga erishadigan bo'lsak, o'sha Manchester Unitedda kuchli 5 talikgacha bo'lgan o'rinlarga yana qaytishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va umid qilamiz. O'sha Sunderland jamoasiga qarshi Manchester United o'tgan Brentfordga qarshi emas, Chelseaga qarshi bo'lgan Manchester United tushishini kutib qolamiz. Bevosita o'yin haqida gaplashadigan bo'lsak, o'yinga tusha olmaydigan futbolchilarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Manchester United tarkibida bular Martinez, Mazraoui hamda Diallo'larni maydonga tusha olmaydi yoki tushish so'roq ostida deb beryapti saytlar. Sunderland tarkibida esa Alese, Sirkin, Diarra, Mandova, Mendel kabi futbolchilar maydonga tusha olmaydi yoki tushish so'roq ostida deb beryapti saytlar. Endi jamoalarning o'zaro va so'nggi o'yinlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Manchester United jamoasi so'nggi 5 ta uchrashuvda 3 ta mag'lubiyat, 2 ta g'alaba mavjud. So'nggi o'yinda ular Brentford jamoasidan 3-1 hisobda qaqshatqich mag'lubiyatga uchragan. Sunderland jamoasida esa Sunderland so'nggi 5 ta o'yinda 2 bora g'alaba qozongan, 2 bora necha o'ynagan hamda bir marta mag'lubiyatga uchragan va so'nggi o'yinlarda ular Nottingham Forest mehmoni bo'lib, ulardan 3 ochko bilan qaytishgan. Jamoalarni o'zaro o'yinlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, shu paytgacha jamoalar barcha turnirlarda 145 marta maydonga tushgan va shulardan 66 martasida Manchester United g'alaba qozongan, 42 bora Sunderland jamoasining qo'li baland kelgan. Jamoalar 37 bora Murosa ko'chasini tanlashgan. O'ylaymanki, Manchester United g'alabalar sonini 67 taga yetkazadi deb umid qilaman. Endi bevosita turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak turnir jadvalida Sunderland jamoasi 5-o'ringa kelyapti. 6 ta o'yindan keyin 11 ochko jamg'argan holda. Manchester United jamoasi esa 6 ta o'yindan keyin 7 ochko jamg'argan holda 14-o'rinda zabt etgan. Ko'rib turibsizlar, o'sha 5-o'ringacha bo'lgan davrda 3 ochko mavjud va biz agar 3 ochkoni oladigan bo'lsak, so'zsiz 5-7-o'rinlar atrofida joyimizni egallashimiz mumkin bo'ladi. O'yin uchun taxminiy tarkibni ko'rib chiqadigan bo'lsak, men sizlarga taxminiy tarkib aytaman. O'zim taxminiy tarkibimda va sizlar esa o'zlaringiz fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Darvozada va nihoyat tushirar, menimcha Amarim Lamensni tushirar va o'sha 3 va 4-premyerda shu Lamens tushishni kutyapmiz, lekin hech shu Lamensni tushishi bizga Amarim bu futbolchini bizga maydonda ko'rishimizga yo'l qo'ymayapti. Himoyada Yorro, Maguire hamda De Ligtlarni qo'ydim men. So'nggi Brentfordga qarshi o'yindan keyingi mazmunsiz o'yindan keyin menimcha Amarim yana bir bora ularga imkoniyat bersa kerak, chunki Martinez yo'q. Balki Xaven tushirish kerakdir, bilmasam, lekin mening fikrimcha tajribali va havoda yaxshi o'ynaydigan futbolchilarni tushirgan ma'qulroq menimcha. Ikkita qanotda Show hamda Dalotlarni qo'ydim men. Dalot hujumda yaxshi harakat qiladi, Show ham hujumda chakki emas deb o'ylayman. Balki Amarim shu taktikani ham sinab ko'rar. Maydon markazida Casemiro hamda Kobe Mainoni qo'ydim men, chunki Casemiro qizil kartochkadan keyingi diskvalifikatsiyadan qaytdi adashmasam agar va Maynuga ham o'yin amaliyoti kerak va ikkalasi o'tgan o'yinlarda adashmasam yomon taassurot qoldirmagan, ikkalasi birga juftlikda tushganda va o'ylaymanki, ertangi o'yinda ham tushsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Hujumchimiz ortida Bruno Fernandes hamda Brian Bemolarni qo'ydim men.
Hatya Brian bu eng mazmunsiz o'yinda bosh qilgan futbolchimiz hisoblanadi. Hatya Brentfordga qarshi o'yinda u penalti ishlab berdi. Faqatgina penalti ishlab bergan vaziyatdagina u yaxshi harakat qila oldi deb ayta olaman men. Bruno Fernandes esa menimcha uni rolini o'zgartirish kerak maydondagi va uni salgina hujumchilar ortiga chiqarish kerak bo'ladi. Menimcha shunda yana biz eski Brunoni ko'rishga muvaffaq bo'lamiz deb o'ylayman. Hujumda esa Benjamin Sheshkoni qo'ydim men, chunki o'tgan safar gol urdi, yagona goldi va bu safar ham shu gollar sonini yana bittaga oshiradi deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Albatta bu haqda kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga shu paytga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat edi. Sizlar odatda like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizni kanalga podpiska qilishni unutib bo'lgan holda sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan Zamin Red kanali bo'ldi. Xudo xolasa o'yindan keyin men kecha YouTube'da oprosim qildim. O'yindan keyin 24 soat mobaynida o'sha stream qilamizmi degan ma'noda ko'pchilik ha deb javob berdi va umid qilamiz ertaga xudo xolasa biz stream qilishga harakat qilib ko'raman. Balki o'yindan keyin qilib ko'raman. Xullas kalom, so'nggi va sizlarga e'tiborlangan videoning so'ngida so'nggi mora ikkala jamoa uchrashganda 2017-yilda o'shanda Manchester United 3-0 hisobida mehmonda g'alaba qozongan. O'shanda urilgan gollarni qo'yib beraman sizlarga. Sizlar esa boya aytganimdek aktivlikni kutib qolgan holda sizlar bilan xayrlashaman. Xayr. O'zlaringizni asranglar.